Alloh ismining fazilatlari. Bismillahirrohmanirrohim. Zikr soati ertalab va asr namozidan keyin. Zikr qilayotganda faqat Alloh deyish zikrning odobiga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun yo, ey, undov harf, chaqirish, yordam so'rash, ya deyish qo'shimchasi sifatida ishlatiladi. Alloh ismini 1000 marta zikr qilishning fazilati. Imom G'azzoliyga ko'ra, juma kuni yo Alloh ismini 1000 marta zikr qilgan kishi avliyolardan bo'ladi. Har kuni 1000 marta yo Alloh ismini zikr qilgan inson ma'naviy yuksaladi va sog'lom qalbga erishadi. Juma kuni juma namozidan oldin 100 marta Alloh deb aytgan har bir kishining orzu va istaklari amalga oshadi. Allohning bu sharafli go'zal ismini 200 marta bemorga o'qib dam solinsa, o'limi kelmagan bo'lsa, bemor shifo topadi. Kimki yo Alloh ismini zikrida bardavom bo'lsa, uning qalbidan Alloh sevgisidan boshqasi o'chiriladi. Ilohiy ko'rinishlar, nurlar qalbingizni to'ldiradi. Inson, jin, hayvon kabi hech bir yomon zararli mavjudot unga zarar yetkaza olmaydi. Bu ismni yozib, yonida olib yurib, bir vaqtni o'zida tili bilan zikr qilib yursa, juda sovuq havoda yursa ham sovuq ta'sir qilmaydi. Kasallikdan qutulib, shifo topmoqchi bo'lgan kishi toza idishga lafzai jalolni 66 marta qog'ozga yozib, yomg'ir yoki buloq suviga yozuv o'chiguncha ezib bemorga ichirilsa, o'lim kelmagan bo'lsa albatta shifo topadi. Har namozdan keyin 100 marta la ilaha illalloh kalimai tavhidni o'qib yurishga odat qilgan kishi g'aflat, unutish va qalb g'ashligidan xalos bo'ladi. U tanlanganlardan bo'ladi. Bu ismni barcha moddiy va ma'naviy ehtiyojlar uchun 66 marta yo Alloh jalla jalaluhu deb zikr qilib yursa, barcha maqsadlariga ortig'i bilan erishadi, inshaalloh. Bir kishi Alloh uchun 7 kun roza tutib, 7-kundan keyin kechasi Alloh uchun 2 rakat namoz o'qib, 66 marta yo Alloh jalla jalaluhu deb zikr qilsa, Alloh unga bir farishta tayyorlaydi. O'sha farishta o'sha odamni har qanday yomonliklardan saqlab yuradi. Shu farishta u insonni harakatlarini va barcha ishlarini nazorat qilib, yordam berib yuradi. O'rgangan